Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Kecha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida g'alaba bilan qaytgan yana bir guruh sportchilarimiz munosib kutib olindi. Aralash jang san'ati bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etgan yosh vakillarimizni rasmiylar, keng jamoatchilik vakillari va ommaviy axborot vositalari vakillari xodimlari tantanali kutib olishdi. Jarayonlar muxbirimiz Uchqun Namozov reportajda. Aralash jang san'atlari bo'yicha o'tkazilgan galdagi jahon chempionatiga Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahri mezbonlik qildi. 2-7 avgust kunlari bo'lib o'tgan dunyo birinchiligida 46 mamlakatdan qariyb 648 nafar sportchi g'oliblik yo'lida bahs olib bordi. O'zbekiston terma jamoasi esa o'zining saralangan 57 nafar birinchi va ikkinchi raqamli tarkibi bilan ishtirok etdi. Kecha yurtimizga ushbu musobaqada qo'lga kiritilgan medallar shodasi bilan qaytgan sportchilarimiz keng jamoatchilik vakillari tomonidan iliq kutib olindi. Jahon chempionati MMA sport turi bo'yicha endi birinchi marta qatnashishim. Rukopashning qo'l jangi bo'yicha qatnashganman. 2 karra jahon chempioni bo'lganman. MMA sportida qaysi sportchilarimizni muntazam kuzatib borasiz va havas qilasiz? O'zimizdan Liliya Shakirova UFC'ga qatnashga uni kuzatib boraman. Mahmud Murodov, Nursulton Riziboyev yaqinda kirdilar. Mahmud Murodov bilan Nursulton Riziboyevning oxirgi janglarini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Nursulton nokaut qildi birinchi raundda. Bellashuvlar 3 ta yosh, 12, 13, 14, 15 hamda 16, 17 yosh toifalarida bo'lib o'tdi. Vakillarimiz mazkur nufuzli musobaqada 14 ta medalni qo'lga kiritishdi. Shundan 3 tasi oltin, bittasi kumush va 10 tasi bronza medallari. Ushbu ko'rsatkich bilan O'zbekiston umumjamoa hisobida 5-o'rinni egalladi. Raqiblarim kuchli edi. O'zimdan katta bolalar bilan chiqdim. Lekin men bemalol yutdim. Trenirovkam sababi bilan 3 ta jang qildim. Ukraina, Armen, Tojik ikkitasini vaqtdan oldin yutdim, bittasini bal bilan yutdim. Birinchi marta jahon chempionatiga qatnashdim. 3 karra O'zbekiston chempioniman. Nima uchun aynan ushbu sport bilan shug'ullanasiz? Televizorlardan ko'rib havas qilardik, shuning uchun shu sport tanlagandim. Alohida ta'kidlash kerak, musobaqa doirasida 3 nafar mahalliy hakamlarimiz xalqaro toifadagi hakam unvonini ham qabul qilib olishdi. Mana shu musobaqadan oldin 3 kun biz o'qishda bo'ldik. Chempionatda barcha yangi pravilalar, qonun-qoidalar o'shalarni o'rganib, jahon chempionatida yaxshi faollashdik va Namangandan Izzat Sharipov, Qashqadaryodan Botir Rahmonov va shaxsan o'zimga xalqaro toifagi hakamlar unvonlari berildi. Ma'lumot uchun endi sportchilarimiz oktyabr oyida o'tkazilishi kutilayotgan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishadi. Ushbu musobaqada ham hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Uchqun Namozov, Doniyor Murodov, Azizbek Yangizakov, Zamon informatsion dasturi uchun. Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Kecha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida g'alaba bilan qaytgan yana bir guruh sportchilarimiz munosib kutib olindi. Aralash jang san'ati bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etgan yosh vakillarimizni rasmiylar, keng jamoatchilik vakillari va ommaviy axborot vositalari vakillari xodimlari tantanali kutib olishdi. Jarayonlar muxbirimiz Uchqun Namozov reportajda. Aralash jang san'atlari bo'yicha o'tkazilgan galdagi jahon chempionatiga Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahri mezbonlik qildi. 2-7 avgust kunlari bo'lib o'tgan dunyo birinchiligida 46 mamlakatdan qariyb 648 nafar sportchi g'oliblik yo'lida bahs olib bordi. O'zbekiston terma jamoasi esa o'zining saralangan 57 nafar birinchi va ikkinchi raqamli tarkibi bilan ishtirok etdi. Kecha yurtimizga ushbu musobaqada qo'lga kiritilgan medallar shodasi bilan qaytgan sportchilarimiz keng jamoatchilik vakillari tomonidan iliq kutib olindi. Jahon chempionati MMA sport turi bo'yicha endi birinchi marta qatnashishim. Rukopashning qo'l jangi bo'yicha qatnashganman. 2 karra jahon chempioni bo'lganman. MMA sportida qaysi sportchilarimizni muntazam kuzatib borasiz va havas qilasiz? O'zimizdan Liliya Shakirova UFC'ga qatnashga uni kuzatib boraman. Mahmud Murodov, Nursulton Riziboyev yaqinda kirdilar. Mahmud Murodov bilan Nursulton Riziboyevning oxirgi janglarini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Nursulton nokaut qildi birinchi raundda. Bellashuvlar 3 ta yosh, 12, 13, 14, 15 hamda 16, 17 yosh toifalarida bo'lib o'tdi. Vakillarimiz mazkur nufuzli musobaqada 14 ta medalni qo'lga kiritishdi. Shundan 3 tasi oltin, bittasi kumush va 10 tasi bronza medallari. Ushbu ko'rsatkich bilan O'zbekiston umumjamoa hisobida 5-o'rinni egalladi. Raqiblarim kuchli edi. O'zimdan katta bolalar bilan chiqdim. Lekin men bemalol yutdim. Trenirovkam sababi bilan 3 ta jang qildim. Ukraina, Armen, Tojik ikkitasini
vaqtdan oldin yutdim, bittasini ball bilan yutdim. Birinchi marta jahon chempionatiga qatnashishim, 3 karra O'zbekiston chempioniman. Nima uchun aynan ushbu sport bilan shug'ullanasiz? Televizorlardan ko'rib havas qilardik, shuning uchun shu sport tanlaganmiz. Alohida ta'kidlash kerak, musobaqa doirasida 3 nafar mahalliy hakamlarimiz xalqaro toifadagi hakam unvonini ham qabul qilib olishdi. Mana shu musobaqadan oldin 3 kun biz o'qishda bo'ldik. Chempionatda barcha yangi pravilalar, qonun-qoidalar o'shalarni o'rganib, jahon chempionatida yaxshi faollashdik va Namangandan Izzat Sharipov, Qashqadaryodan Botir Rahmonov va shaxsan o'zimga xalqaro toifadagi hakamlar unvonlari berildi. Ma'lumot uchun endi sportchilarimiz oktyabr oyida o'tkazilishi kutilayotgan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishadi. Ushbu musobaqada ham hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Uchqun Namozov, Doniyor Murodov, Azizbek Yangizakov, Zamon informatsion dasturi uchun.